Jonlar, yaxshimisizlar? Mana ertalab gul bozoriga keldim. Bilmadim lekin qanaqa gul olishni qaranglar, hammasi bir-biridan chiroyli. Qaysi birini olishni bilmasdan rosa boshim qotib turibdi. Uyga qanaqasini olishni bilmadim. Bizani uy juda issiqda. O'shanga qanaqa gul boqsak bo'laverar ekan, mos kelar ekan. Qanaqasini olsam chiroyli ekan, chiroyli yarashar ekan bilmadim. Ochiladigan gulni olishni xohlamadim, chunki ochilib, to'kilib ketsa uy tez anaqa bo'lib ketadi-da, tez haligi kir bo'lib ketadi. Tozalash kerak. Har kun tozalaymiz-ku endi, lekin shunda ham haligi ochilib bo'lgandan keyin tushib ketsa uncha yaxshi bo'lmay qoladimi deb o'yladim. Yolpiz olish kerak ekan, mana bu yolpiz, buni olish kerak. Hozir ko'ryapman. Qanaqa gullarni olishni bilmadim lekin dadam chiqadi hozir. Dadam kelsa birga ko'rib, mana shunaqa ochilgan chiroyli gullar ham bor ekan.